Sizda iPhone 16 yoki 15 Pro Max yutib olish imkoniyati bor. Qanday qilib? Bizda Nurobod tumanida DTM testi o'tkaziladi yaqinda. Ya'ni stadionda 1000-2000 kishilik DTM testi o'tkaziladi. Bu yerga malakali ustozlar keladi. Ya'ni 20-30-40 ta malakali ustozlar juri sifatida keladi. DTM testida yuqori natija qilgan o'quvchilardan 3 tasi aniqlab olinadi, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarga. Qurbimiz yetganda mana shu telefonlarni qo'yamiz. Agar mabodo yetmay qolsa, undan boshqa, ya'ni kompyuter yoki notebook, ya'ni ham planshet, shunga o'xshash telefonlar. Lekin niyatim 15-16 Pro Max'larni qo'yish bekorga olinmaydi. Ya'ni bu barcha sizlar uchun. Bu test bo'ladigan test Nurobod tumani, ya'ni Samarqand viloyatida o'tkaziladi. Narxi 15-20 ming so'm atrofida bo'ladi. Ya'ni ketadigan xarajatlardan kelib chiqib, ya'ni bilim baholash agentligidan original testlar sotib olinadi. Va DTM uchun sizlarga, ya'ni xuddi o'sha DTM standartida bo'ladi. O'sha Skoriy, ya'ni tez yordam xavfsizlik uchun yoki Milliy gvardiya xavfsizlik uchun juri va ustozlar o'zini, ya'ni kasbini eng zo'rlari bo'ladi. Test natijalari 1 kun yoki 2 kun ichida chiqadi. Eng yuqori ball olgan o'quvchilar 12 viloyat. Farqi yo'q, qaysi viloyatdan kelishidan qat'iy nazar. Eng o'sha yuqori sifatli zamonaviy smartfon yoki nimadirlar bilan nima qilinadi? Sovg'a beriladi. Sovg'a sifatida beriladi o'shalarga. Agar kimda-kim balkim bizlarning o'quv markazida o'qish niyati bo'lsa yoki nimadirga qiziqayotgan bo'lsa, o'sha quyidagi telefon nomerlariga telefon qilishingiz mumkin. Balki mana shu yerda bunday qilganimda chiqadi. Agar chiqmasa, bizlar kommentariyalarga yozib qo'yamiz. Bizning o'quv markazimiz o'sha Nurobod tumanida joylashgan bo'lib, shinam xonalardan iborat. Ya'ni proyektor bor, monitor bor, undan tashqari zamonaviy va shinam xonalar. Dars jarayonlari YouTube platformasiga, ilovasiga muntazam qo'yilib boriladi. Bizda YouTube kanalimizda, Yes Medical YouTube kanalida barcha dars jarayonlari mana shu yerga qo'yilib boriladi. Bu nima uchun? Bu ota-onalar va o'quvchilar bizning qay darajada dars o'tayotganimizni kuzatish. Undan tashqari eng qulay tarafi o'quvchilarimiz darsda tushunmay qolgan narsasini yoki darsda o'rganilgan narsani qaytadan tomosha qilish. Bizda yana plyus taraflarimizdan biri, bir oyda bir bo'ladigan testlarimizda sertifikatlar beriladi o'quvchilarga. Rag'batlantirish nimasi? Ya'ni bu test 300 mingdan 600 minggacha yoki 50 mingdan 300 minggacha bo'lgan testlar hisoblanadi. Undan tashqari har 15 kunda bo'ladigan testimiz bor, lekin 10 kunlik yozilgan. Lekin 15 kunda bo'ladi. Bu yerda ham a'lo natija qilgan o'quvchilar bir oygacha bepul kitoblarimizdan foydalanadi. Ya'ni bepul kitob beriladi bizda. Tematikalar hamma